Uloqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Adam oyim sinimga pecheniya pishirsam maylimi? Mayli. Bu uyda men pishiramasam boshqa hech kim pishirmaydi. Qo'llarimni gul qilib pishirib beraman. Ertalgan sariyog', shakar, tuxum aralashtiramiz. Orqasidan vanilin solamiz, un solamiz. Va ozgincha kakao. Yaxshilab aralashtirib, xamirimizni qoraymiz. Bunaqa pecheniya yeb semirib ketmasam bo'ldi. Voy, chiroyli-mana. Endi klimatorga qarab turinglar. Bu nozik ish. Xamirimizni dumaloq qilib chiqamiz. Chuchvalarni xom sarama deyishadi-ku. Men pecheniyamni sanab tashladim. Va ustidan M&M's quyamiz. Shu bilan issiq pechkaga qirg'izib olamiz. Birpas sabr qilib turasizlar, keyin pishadi. Ungacha men buzrukli sut tayyorlayman. Voila, pecheniyamiz tayyor. Chiroylimi, yoqdimi, krasavitsami?